Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Shu topda texnologiyada bo'layotgani Şinjan Sabah Madaniyat taraqqiyot cheklanish shirkati ishlagan Şinjan Hardambaq yemak-ichmak pay cheklanish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmamizning alayda soni. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Qadrli ko'rmanlar, har son programmamizda biz o'zining shirin ta'mlik meva suvlari, ya'ni mana shu jam markasidagi shirin ichimliklar bilan har millat iste'molchilarining yaxshi bahosiga erishib kelayotgan. Uningdan boshqa yana Hardambaq markasidagi tetutqulari orqali har bir oilalargacha singib kirgan mana shu Hardambaq shirkati va mushu marka ostidagi barliq turlar bilan tanishib keldik. Undaqda bo'lsa programmamizda biz mana shu Hardambaq shirkati ishlab chiqargan mahsulotlar va Hardambaq shirkatining bundan keyingi taraqqiyoti haqida parangiz beqishni to'g'ri topdik. Sahnadagi aziz mehmonlarni ko'pchilikka bir tanishtirib o'tay. Yenindagi bu yoqolsa Şinjan Hardambaq yemak-ichmak pay chekish shirkatining bosh loyihalaguvchisi va tur mas'uli Adiljon apandim. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa hammalarga tanishib bo'lgan Mustafa inimiz. Yani özünün alamma, yoxmidi qatarlıq naqşları arqılıq barlıq tordaşlarının ən yaxşı bahasına erişken və yaşlarımızın qalbideki bir söyümlük pərzənd Abdullah Abdurim haqqımızın oğlu Mustafa buludu. Qarşalımız. Onda olsa Adilcan efendim qani köpçülükə bir salmanızı yolu etken bolsanız. Salam, ekran aldiki barlıq görürmənlər. Sizlər bilən Sabah Kuyi programımız bilən sizlər arqılıq yüz görüşkənlikimdən intayın xuşalmən. Şu münasebet bilen Şinjan Hardambaq yemek-içmek pay çeklik şirketinin namıdan her millet halkıga ali salmımını yollayman. Qarşı alımız. Hardambaq degan bu isim balkim hammalarga intayin tanışlıq. Çünki hamda mağın təsir qılğını bir şirketinin puturab turishida bo'libmi 22 yillik musofirni besib o'tishida nurg'ulg'an javr jafolar, mushkulotlar bo'ladi. Endi mushu javr jafolarni chekib o'tib, aslidagi ta'mni saqlab qolish, endi har millat iste'molchilarning yaxshi bahosiga erishish, undan boshqa yana davomli taraqqiy qilib, o'ylargacha mulozimat qilib, mana hozir xilma-xil ichimliklarni va xilma-xil mahsulotlarni ishlab chiqara olganlikning o'zi Hardambaq shirkatining eng chong muvaffaqiyati deb o'ylayman. Shunga bundan keyingi ishlaringlarning texnik utuqliq bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Mustafa inim, qani sizni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz sizga tikilib turibdi. Salomlaringiz bo'lsin. Akadlar, ota-onalar, men Mustafa Abdullohdan sizlarga o'tliq salom. Bugun shu Sabah kuyiga taklif qilinib, müşahada sizlar bilan birga bo'laligimdan intayin xursand bo'ldim. Da shu müşahada o'tirib sizlarga bugun yangi bir naqshamni sahnaga chiqib sizlarga sunalishimdan intayin xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga. Ha, rahmat. Bir xil karton qo'nchoqlarga o'xshaykan bu Mustafa inim. Rahmat. Gaplarni uzib deb endi o'ziniki obrazim shunda yiqimliq. Demak, endi mana shunday tirishchan yoshlarimizning ko'plab maydon kezishi har sahar kasblarda utuq natijalarning bizga intayin yaqin va yiroq bo'lmagan kelgusida yana namoyon bo'lganligining ifodasi deb o'ylayman. Endi Hardambaq to'g'risida ozroq bir to'xtalib o'taylik. Endi buning oldida meni eng diqqatimni tortgani mana shu yeşil o'ralmadagi jam markasidagi ko'kchi quvvat suyi. Endi shu ichimlik meningcha bo'lganda mayli tashviqot jihatdan bo'lsin va yoki baho jihatdan bo'lsin nurg'un kishilarning diqqatini tortdi va yoqtirishiga erishdi deb qarayman. Qanday qilib shu ko'kchi quvvat suyini ishlab chiqishni o'ylab qolgansizlar? Hardambaq shirkati diyorimizdagi yemak-ichmak sohasidagi boshlam shirkatlarning biri. Shu munosabat bilan hamda davomli yangi turlarni izlanib turdi. Hamda uni echish, bozorlashtirish va planlash jihatlarda yangi sinoqlarni qilib turdi-da hamda. Hardambaq shirkatiningki ismidan chiqib turdi, Hardambaq yemak-ichmak pay cheklik shirkati deb. Endi bu yerda yemak degan bu sohada allaqachon xalqimizga tunishlik bo'lib bo'ldi, nurg'unlagan bu jihatni natijalarni qo'lga keltirdi. Endi yemak-ichmakdagi ishmak degan bu sohaga endi bir izinib o'zimizning orzu umidlarini Mesela hep çıkaylı degan niyatda buni tadqiq qilib chiqdik. Nemishqa hamda ko'kchi quvvat suyi deb shu nomni qo'llandik deganda, bozorda kuzatish jarayonida ichimliklarning turi haqiqatan bek ko'p, lekin o'zgacha bir xosligiga, o'zgacha bir alohidaligiga ichimliklarningki kamchilik ekanligini, shunday bir bo'shliqning borligini bildik-da. Shuning bilan qo'yg'inninki ko'kchi deb bir sort bor. Qo'yg'inning sortlari intayin ko'p. Shuning ichidagi ko'kchi alohida bir puruqi ham, alohida bir ta'mi o'g'ashqa, shuni bir bozorlashtirib boqayli degan umidda bozorga soldik. Endi kichik vaqtimizda menda bir ishlar bor, bu yerda bir kichikgina voqea so'zligim kelib qoldi. Ha, qani anglaylik. Bizning kichik vaqtlarimiz yoki biz dematlik yoki bizdan cho'ng akashlar yoki dadashlarningki hamda shu yezlar turmushida ko'p yuz bergan menda bir voqea bor. Maktabdan qaytish jarayonida yoki ishda yoz vaqtlarimiz qo'g'indan pishishga ulgurib, ishda bir xil puruq chiqirdi hamda shu vaqtlarda oy berib plankin qo'g'inni pishmagan bir xil ta'm bor. Uniki tasdiq
üzüyülüp lakin taşqa uruplam yeb aldigan muşta bir iş var-da. Muşu kökçiningki təmi dəl aşı aldidiki şu ballıqdiki bir şu təmni es qıldırdı. Şu təmni. Şu təmi şu. Şuna bazağa yaxşı menib qilishdik səbəblərdən biri. Bununki şundaq bir əslimi xarakterinin bağlıqı da muşda. Şu vaqtki şu təmni muşan kirgizəlilik alan. To'g'ri. Məsul bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Deməsin bunun ustiga tabiiy quvvat, unutuqsiz lazzat debdi. Shundaqmi? Anandan keyin buniki ma qo'shgan mush ko'kchi qo'g'inninki asli ta'mimi balkim jiqroq bo'lganligi uchun kishilar ishga hamon bu ichimlik emas, balki ash ko'kchi qo'g'inning o'zini shu suyuq qalat ishgandek ta'sir kelgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bu bir ilqi aslimini qo'zg'atadigan bir ta'm bo'lgandan keyin bozorlashib shunga bakrak yoqdi demoqchi. Demak, endi bu ko'kchini chiqarib bo'lgandan keyin endi boshqalarni chiqarish o'yinlar tug'ildimi? Shundaq ko'kchi chiqarib bo'lgandan keyin yana yangi ta'mlarni tadqiq qilamizda. Ya'ni bo'lgandan keyin aynuli sharbatini chiqardik, asal jam asal suyini chiqardik. Ondan keyin bu yaqinda jam qoq suyi chiqardik. Buningki bu ichimliklarningki obraz vakili bizning faxrli o'g'lonimiz Abdulla Abdurayim efendim baş obraz vakillikini üstüge aldı. Demek hem de el söyleyen sanatkarımız Abdulla Abdurayim akımız hem de şu ichimliklarga obraz vakili bo'lgandan keyin har millat xalqining bu ichimlikka bo'lgan ishonchi va hurmati texmi oshdi deb o'ylayman. Mustafa aynim balkim sizning bu ichimlikni ichdingizmi deyman a? Ishgan. Qaysi ta'mni eng yaxshi ko'rgansiz? Menga yoqqani shu qoq suyi. Menga shu qoq suyi bek yoqdimi? Bu ben küçük vaktimde bu mekteplerge berip geliş jarayonida o kökçünü üzüp yedirg'ashli yo'qda. Shab mashallah beriblik kelgandikin. Sen shaharda cho'ng o'g'il. Mushda gap. Rost gap bo'ldi. Kökçünün suyiga, lekin bu bek yaxshi tamga o'zgacha. Lekin shu akam aytgandek, unda meni eslatadigan bir tam emasda, lekin tami yanilam isil. Bas qo'g'inning tam bor. Unda xo'sa siz shu qoq suyini bakrak yaxshi ko'ribsiz-da. Qoq suyi menga intayin yaxshi. Deymizmi, hamda kichik vaqtlarimizda shu chilan, shu gul qoqlarni chilab qo'yib, shunda bir qoq suylarini ichayotdik. Hozir endi ma qoq suyida shu xil bir xil huzur shu tam bo'lganligi uchun balkim nurg'un do'stlarga yiqishliq bo'libdi. Har bir mahsulotning bozorga chiqishi, eng muhimi bozorda putirab turishi shu mahsulotning xosligining qanchalikligida ifodalanadi deb o'ylayman. Endi har damaq shirkati o'zininki bir tavrimas bir obrazni yaratib bo'lgandan keyingi vaqtlarda cho'qim alga yoqadigan mahsulotni ishlab chiqarsa bo'ladiki, unda bo'lmay qolsa, har damaq markasininki inovativ ta'sir etadi. Balkim bu mislar nisbatan bir besim olib kelgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Shunga uzoq izlanish orqali haqiqatan qalbimizdagi shu bir xil unutilg'isiz lazzatni va haqiqiy bir ta'mni mujassamlab bir narsa chiqarishni o'ylab buni chiqaribsizlar. Mushta deb o'ylasak bo'ladimi? To'g'ri. Amsaliki men bayqishimcha, mushunga o'xshaydigan mushtariki mahsulotlar o'xshatib yasalganlari bek ko'pkan. Sizmi ko'rdingiz aqchan? Shundaq ko'kchi qo'yat suyi bozorga kirgandan keyin xalqimizning yoqtirishiga erishib, olqishli bir mahsulot bo'ldi. Bunun sebebi bayam degandek hem de özgüçü bir temi, özgüçü bir purqi, şundaqlalıqı, alayda xarakteri baba oldu. Onda başka bununki laya oralmısı. Bu mu alayda bir ana bunun qanchalishi xil chiqqan 500 ml ga, shundami? 500 ml. Chiqqan bu. Endi masalan shunday o'qitib yasalganlar xilolab ko'pkan. Bu sizlar nisbatan bir raqobat nimasini olib kelamdi yoki qandaq? O'qitib yasalganlari haqiqatan ko'p bo'ldi. Bizning ko'z ishimiz pek nurg'unlari yasalqi xil markalar ishlab chiqadi. Lekin shu ta'mni hozirgacha buni yetkazib baxmadi. Ta'm jihatdan bizningki shu jam markasidagi shu ko'kchi ichimligi hozirgacha hech kim do'rab shu saviyaga yetkazamadi. Shunga biz bundan garchi jiq chiqargan bo'lsa-mu, ular biz yana o'zimizga ishonamiz. Shundaqla har millat xalqiga ishonamiz. Jihatda qaysining haqiqiy, qaysininki haqiqiy emasligini farqlantira oladi. Yana bir ta'kidlab qo'ydigan yana bir gap, endi doğrab işlavaganlar yanılı kanunun cezasından geçip kutlanmaydı. Ulan bir-birlep kanuni tertip boyunca el kılınatıdı. Şu münasebetlen istemalçılarga eskertediğimiz jam markasıga alayda eskertishni, shundaqla Abdulla Abdurayim akimizninki obraz vakili ekanligini unutib qolmasligini tavsiya qilamiz. Bu da layliga vaqtida bu bir eng dastlabda bir energiya ichimligi, bu bir quvvat ichimligi. Ondan keyin bu qo'g'inning tarkibidan kelganda, qo'g'in tabiatdan kelgan. Demek bir yerda men bağlagan vaqtida nima bu yip yeşil bo'lib qoldi degan vaqtida bu tabiat dunyosidan kelgan energiya, ya'ni yeşil energiya, yeşil sog'lomlik vakillik qildi. Mushundaq bir ideyani turtkisida bu ichimlik mushta shaklda loyilandi.
Demek bu mu bir xaslığıda, şundaqmı? O'xshash turdagi mushtaq do'rab yasalganlardan keyin maydonga chiqishidan endi biz onundan xali bo'lamaydi ekanmiz. Bundaq ahvolda meni o'ylaydiganim, birinchidan o'zimizning cho'qim xaslığımız bo'lish kerak. Bayatın degandek, obraz vakilimiz jihatdan, o'ralmasi jihatdan, tam jihatdan, shundaqmi? Yana o'sha jam degan markasidan menimcha yana kishilar aniqli buni farqlantira oladi. Endi buni masalan boshqa ismda yoki o'ralmalarni boshqa qilib chiqarsa, u mayli. Shundaqmi? Buni o'zlarining chiqarish huquqimi bor. Lekin endi buni ayni o'sha o'ralmasidan tortib, endi isminiki oldi kendiga bir atal harfni qo'shiblam, o'xshash qilib bunda do'rab chiqarib olsak, menimcha bu bir kasbga axloqsizlik. Axloqsizlik. Shunlashqa endi hammamiz izlanayli. Bu mevzular hammamizning atrofimizda, hammamizning uyida bor. Faqat shu o'zimiz xos bilan o'tirib chiqsak, sizlarmi cho'qim bozor topa olasizlar deb o'ylayman. Mustafa inim unda bo'lsa, bayatın bir yeni köy bilan keldim deganda qildingiz. To'g'ri, yip-yangilam pichatlaglik bir köy bilan keldim. Ashtamay, undaq bo'lsa, Mustafa inimizniki men qarsam tordagi tordashlarning bahasi bek yuqori ekan Mustafa bagam. Bayatın qarsam shu to'yinda jubo qo'yib ekan to'q. Yo'qmi degan narsa aytib bersin deb nurg'un xatlar kelibdi, ha? To'g'ri. Amsa bugun olib kelgan yeni kuydan birlikda huzurimiz ismi Sarvinazim. Sarvinazim qani birlikda huzurnayli. Uçuda vədə birib nazlar qılma, Mana soğuq özgilərgə yazlar qılma. Uçuda vədə birib nazlar qılma, Mana soğuq özgilərgə yazlar qılma. Gözün süzüb başqaça parandaz qılma, Gözün süzüb başqaça parandaz qılma. Kelginemdi kelib qolg'in sarvinazim. Kelgine sarvinazim, kelginemdi meni zar qilmag'ine, kelginemdi. Kelgine sarvinazim, kelginemdi meni zar qilmag'ine, kelginemdi. Koçandan ötermen, sen bulmasan şu koçandan ötermen. Yalan kılıp men koçandan ötermen, sen bulmasan şu koçandan ötermen. Güldek visalınga kaçan yetermen, Güldek visalınga kaçan yetermen. Kelginemdi Kelginemdi kelib qolg'in sarvinazim. Kelgine sarvinazim, kelginemdi meni zar qilmag'ine, kelginemdi. Kelgine sarvinazim, kelginemdi meni zar qilmag'ine, kelginemdi. Köymekmekin kısmetim, taşni yarar aytar bulsam hasretim. Bir ömürge köymekmekin kısmetim, taşni yarar aytar bulsam hasretim. Çolpan kabi gözlerini esledim, Çolpan kabi gözlerini esledim. Kelginemdi Kelginemdi kelib qolg'in sarvinazim. Seni unutib ketmek bo'ldim qanchalar, lekin hijron bilan jinim qiynalar. Kelsam agar g'arib ko'nglim echilar, kelginemdi
nazım kelgin emdi Meni zar qılmığına kelgin emdi Kelgine servi nazım kelgin emdi Meni zar qılmığına kelgin emdi Qadrli dostlar, mana yuqorida Mustafa inimiz ilib kelgan nayta chiroyli bir naqshiga jo'r bo'ldik. Mustafa inim shu doim do'yinda jiqroq ko'rib qolaman, qarsam shu jibo qilsizlar. Mush jarayonda nurg'un do'stlar Mustafani naqshni aytib birang, naqshni aytib birang deb talab qilganda qarsam qo'lda gitar bor. Endi bir naqshchi yoki bir san'atkor bo'lish uchun meningcha bo'lganda o'ziga bir ma'lum bir sozni yoki chalg'uni amro qilsa, uning taraqqiyoti ham yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Endi siz gitar chalishga amroq o'xshaysiz. Şu kichikimda hamda uyda bekchaq soz borda, har xil duta, tambur, gitar, pianino degandek. Bekchaq. Shu men ismga kelsam hamda dadam uyda shu turib duta chaldi, tambur chap qo'ydi, gitarni jiqroq chap qo'ydi dadam. Chaqankin bu nima bu deb hamdan boshlang'ishga chiqqicha xili qiziqib diyamay dadam bu pek belen bir nesken hem de o gitar. Belendi. Keyin başlangıçga chiqqıcha bir mezgil pianino çalganim, ügünüş qilib, keyin shu qarsam bu gitar ep jurishkimi, eplik, naqshini chap etadiganmi, eplik bo'lgankin dadam qaydada, mush gitarni bir 3-4 akkord o'simi ügütib qo'ysang bo'pti-ekan, men bir chap jursam bir ayala bek payz olgan deb bilsam dadam menga gitarni birinchi o'pgetgan dadam endi. Shuning bilan bu gitarni chap jurib keyin bek kirketdim-da ichiga. Kirkitib bir ustoz tutdim, Abobek akamni. Ustoz qilib tutib, akam bir necha oy o'rgatdi. O'rgatgandan keyin texmi o'zim ichiga kirib bu gitarni chalishni qiziqib keyin endi jiq narsalarni chala oladigan bo'ldim o'zim o'rganib yurib. Hozir endi asosan o'zimning shu naqshlariga o'zim gitar chalaman. Xalq naqsh etib qolsin, gitar chapiralayman degandek ishlarni. Mustafa inim rasmiy bir cho'ng odamlardek nayt bir tamkinlik salmoqli bilan javob berdi. Demak, endi minut yaxshi o'pdi. Naqshlam aytalaydi, menga sazanda yo'qdi degan bahonani izlamaydi ekansiz. Demak, o'zingizning hissiyoti bilan ma'o sizga birlikda chap beradigan shu sazandalarning hissiyoti sizni o'zingiz bilan yo'g'ilib chiqqanligi uchun bir xil mukammal hissiyot bilan qarshi tarafga bordi ekan. Pek yaxshi bo'pti. Bundan keyin izlanishlaringiz texmo muvaffaqiyatli bo'lsin. Akamiz Abdulla Abdurimga o'xshash el so'ygan bir el qalbidagi san'atkor bo'lish uchun davomli tirishing bo'lamda? Bo'ldi. Rahmat. Әмсе bu көкчі қолғындан өтіп кетейлі. Әнді Abdunum rayonimizda tez süratda ilgilab ketayotgan barliq yemek-içmek karxanlari arasida mana shu har dambaq yemek-içmek pay chekish shirkatining balkim nurg'un yangiliklar bizni kutyotdi deb o'ylayman. Shundaqmi? Shundaq. Yuqorida deb o'tganimdek, ham har dambaq shirkati qurilganiga 22 yil bo'lgan. Endi bu 22 yil jarayonida nurg'un issiq sovuqlarni, nurg'un tajriba saboqlarni yakunladi. Bu shundaq bir zo'riyib hozirgidek bir bosqichga kelishida endi tamoqxonalarninki muhitning a'loligi, mulozimlarninki mulozimlar sufatining isliqidan boshqa eng muhim bir omil bor. Hamma narsadan muhim bir omil tam. To'g'ri. Endi shunday bo'lgandan keyin shu Erdambog'ning 22 yillik ajrining mahsuli sifatida mush oilalarda ishlatadigan tamoqlarning tetitqusini bozorga silib, mushni bozorga solmoqchi. Buningki loyiha ufqumi bir illiq oilani aks ettirdik. Illiq oila. Ya'ni Erdambog'ning ta'miri uyingizda bo'lsin degan mush ideyani mushniki O'ralmning loyihasida aks ettirdik. Biz bozorni kuzatish jarayonida, bozorni analiz qilish jarayonida nurg'ulg'an tetitqalarni ko'rdik. Ko'sa ko'pinchisi tamoqlarning rasmini ham ustiga qo'yib ismi bilan qilgan. Biz mushnodami bir yangilik olib kelaylik deb. To'g'ri. Chunki Erdambog jalb qilib bo'lgan-a? Erdambog yangiliklar akilgan shirkatchi. Bek to'g'ri dedingiz. Demak, endi yangi ideya, yangiliklar her vaqt bizda bo'lib turganida biz texmi oldi qarab manga olaymiz. U biz uchun bir aktiv energiya bo'ldi-da. Unda bo'lsa, shu barliq tetitqular bormi hozirgi loyihalar bitib bo'lgan vaqtda? Hozirgi hamda dastlabki qadamda bozorga selmoqchi bo'lgani
to'q qo'rimisiningki, undan keyin xogo, xogoning ikki xil bo'ldi, achchiq, mazlik achchiq degandek, undan boshqa gambian somian, degandek o'sha oilaviy tamoqlar, undan boshqa siz yoki barliq qizlar yoqtirib beradigan guruch un qo'rimisi, chowmifin. Shuniki dastlab qadamdan bushlarni tayyorladik, keyin yana bag'asir ko'paydi tetqilarning turi. Ha, demak hamda bag'asir inchikilab buni texmo qarmush aqmuşlardan da bəmiz çıxıdı odan ha? To'g'ri. Ha, yaxshi bo'pti. Demak, hamsi mushu loyihasi qarsak, haqiqatan bir oila kishilarning ayt ko'ngilli tamoq yeyotgandagi bir ko'rinishi chiqibdi. Mushuning o'zim hamda o'ralmasizlar kishilarni texnik tadid ekan. Demak, korxonchilarimiz har soha har kasblarda to'xtamay yangiliklarni yaratib, har millat iste'molchilar uchun xizmat qilib kelyapsizlar, harmag'aysizlar. Rahmat. Bundan keyin ishlarlar texnik o'ng'ishli bo'lsin. Qadrli do'stlar, demak biz bu haftalik Sabah Kuyi programmamizni alayda qo'llagan Şinjan Hardambaq yemek içmek pay cheklik shirkatining bundan keyingi ishlarining texnik o'ng'ishli bo'lishini umid qilib, hamda Mustafa inimizning bundan keyingi san'at uchun bosgan qadamlarining natijali bo'lishini umid qilib, bu san programmamizni inshaalloh oxirlashtirsak deb o'yladim. Bo'ldi, rahmat. Qadrli do'stlar, har kuni sizlar uchun xizmatda bo'layotgan Sabah Kuyi programmamizni ko'rishni unutib qolmaysizlar. Hamda o'zingizlar yoqtirgan shu naqshlarni do'stlaringizga va barliq do'stlarga ham bahrlab qo'yishni unutib qolmaysizlar. Sabah Kuyi programmamiz har kuni sizlar uchun ma'naviy zo'q berishga tayyor. Qadrli do'stlar, atkisan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.